Mana opa mana shunaqa video oladi. Sizga o'xshab semiz qilib olmaydi. Endilikdagi xonadonimiz Sergeli 8da, 4 xona, 4-qavatda 100 kvadratdan iborat. Sizlarga har doim aytaman, narxi necha pul deb aytasizlar, yozamiz описаниеda. Mana qarang, katta koridor. Oshxonadan boshlaydi. Oshxonadan boshlaydi. Oshxonani qarang. Bankovskiy uyli bor, o'shalar oshxonasiga o'xshaydi. Katta. Meni bo'yim 1.60 bo'lsa ham. Oltita xotin bemalol kirib to'ylarda ham xizmatni qilaverasizlar, sig'ishib. Juda ham bemalol. Tak. Xo'p, bu yoqda qarang. Juda ham katta. Buni zal o'rinda foydalanishingiz mumkin. Mehmonxona qilib qo'ysa bo'ladi. Mehmonxona qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bemalol Kattaligini qarang, opa. Stol-stullarni qo'yib qo'ysa. To'ylar qilsa, opa to'ylar qilsa, mana men koridordan kelaveradi, kuyov navkar bemalol sig'ishadi. Qarang. Yo'chi. Yo'q, katta prostorli, chiroyli spalningiz. Bu yoqda shaharni markazini shundoq ro'parasi ko'rinib turibdi. Toshkent shundoq butun Toshkent ko'rinib turadi. Bitta ko'rsatay sizlarga. To'xtab turinglar. Mana. Ana, voy. Sushulkaga urib ketdim mana. Vidni ko'rdinglarmi? Hali bu bir taraflama vid. Nari tarafda yana vid bor. Tak, men mebellar ham qoladi sizlarga. Yo'qda bitta sanuzelimiz, ozgina anaqasi qolgan ta'miri. Uni qilib berishadi. Mana qarang. Bu yoqda yana bitta sanuzel, ikkita sanuzel vanna. Bu yoqda detskiy xona qarang. Detskiy. Qarang, bu detskiy xona kattaligini qarang. Bemalol 4-5 ta bola sig'ib ketadi. Kattagina. 100 kvadrat metr bo'ladi, opa, kichkina bo'lam. O'shani ayting. Tak, anta bitta yotoqxona bor edi, o'tgan. Mana kiraverishda bu yoqda ham yotoqxona bor. Buni ichkarida odam borda ochib ko'rsatmaymiz, lekin koridori kattaligini ko'rasizlar. Juda ham katta. Mana opa. Katta. Pastda nomerlarni описаниеda qoldiraman, narxlarni. Narx описаниеda deng. Qayta. Qayerda bunaqa deyishadi. Narx necha pul? Nimaga telefonga javob bermayapsiz? Nimaga bunaqa? Voy, o'rgilib ketdingizlar.